Assalomu alaykum, qadrdonlar, obunachlar va g'oyibona uchrashib turganimdan g'oyat xursandman. Mana bugundan boshlab men sizlar uchun ajoyib loyiha tayyorladim. Agarda sizlardan qandaydir mana o'z kanalim bor. Kanalimda mijozlar kanalimda juda ham ko'p savollar kelgan va o'sha savollarga javob beraman. Har bitta savolimni video qilib javob beraman. Nima uchun? Chunki bir insonning savoli boshqa bir insonga foyda keltirishi uchun. Misol uchun qaynona va kelin o'rtasidagi munosabatlar, turmush o'rtoqlar bilan munosabatingiz, pulsizlik, qarzga kirishlik, dangasalik, sizlar qanday qilib o'zingizda yaxshi emas holatlaringiz bo'lsa, muammongiz bo'lsa, o'sha muammoga yechim topmayotgan bo'lsangiz, albatta siz ham guruhga o'sha nimamizga TikTok'danmi, Instagram'mi, Facebook farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham xohlasangiz lichkamdanmi savolingizni beringlar. O'sha savolingiz qanaqa savol bo'lishidan qat'iy nazar, psixologik savol, o'zingizga yechim topolmayotgan savolingiz bo'lsa, o'sha savolingizga albatta qo'limdan kelgancha javob beraman. Uni video qilib chiqaraman. Nima uchun men video qilaman? Bu общий qilib aytaman. Misol uchun bitta sizni savolingiz qancha insonlarni foyda keltirishi mumkin. Misol uchun sizni qaynangiz bilan munosabatingiz yaxshi emas, siz qaynangiz bilan munosabatingiz yaxshi emas deb aytyapsiz va unga men video qilib beryapman. Uni boshqa bir insonni qaynonasi bilan munosabati yaxshi emas, inson uni eshitib, tushunib yetib, o'zini muammosini yechyaptimi? Ana shunda ne только men, nafaqat men savob olaman, hatto siz ham o'zingizga foydali savobni olasiz. Chunki siz ham o'sha qo'shdingiz, o'sha hissangizni qo'shdingiz, ham sizni o'zingizni muammongizga yechim topasiz, hamda boshqa insonlarga bir yaxshilik qilgan, bir savob ish qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham kelinglar, birgalikda har kim har kuni bir savob ishlash kerak, ish qilish kerak. Shuning uchun ham birgalikda savob ishlashni boshlaymiz. Menga har qanaqa o'zingizda psixologik savollarni beringlar. Sizni o'zingiz qilayotgan farzandlar munosabati, qaynona va kelin bo'lishi mumkin, er-xotin munosabati, xiyonatlar, qandaydir baxt, sevgi, shu omadsizlik, muvaffaqiyatsizlik, barcha savollaringizda qo'limdan kelgancha javob beraman. Albatta bu sizning savollaringiz orqasidan bo'ladi. Siz qancha ko'p savollaringizni bersangiz, yozsangiz kommentariyaga yoki lichkamda yozsangiz agar va o'sha savollaringizni video qilib chiqarib bersam, boshqa bir inson ham uni olib eshitadi va albatta o'ziga foydali bilimlarni oladi deb ishonaman. Shuning uchun ham mana bugundan boshlab mana bu yerda hozirda kanalimda qizlarimiz video savollar yuborgan, o'sha savollarni o'qib va albatta ularga har bittasiga ajina video qilib beraman va uni tarmoqlarga qo'yamiz, albatta boshqa bir insonlarga foydali bo'lishi uchun. Barchangizni yaxshi ko'raman obunachilar. Ishonamanki, siz ham o'zingizni qaysi tarmoqdan bilasizmi, kanalimga bilasizmi, TikTokda bilasizmi, Instagramda, YouTube'danmi, qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta siz ham o'zingizni savolingizni tashlanglar. O'sha savollaringizga qo'limdan kelgancha javob beraman. Barchangizni yaxshi ko'raman obunachilar. Ishonamanki, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Keling yaxshilik qilaylik, insonlarga yaxshilik qilaylik.